Akalar Xunojin bozorimizga ham o'tib oldik. Manzilimiz Namangan viloyati. Yangi Qo'rg'on Begobod mol bozorini avzolarni qilib berishga harakat qilamiz. Puli qancha ekan mana chiroylimiz? 9,5 savdosi bo'lyapti. Bunisichi? 9 million. Bunlardichi bularda? 93 million savdosi bo'lyapti. Bo'yaslari 85 dan boshlanadi. Qancha savdosi bo'ldi? Savdosi 8. Qancha beryapti? 9 million savdosi bo'lyapti. 9,5 gacha savdosi bo'ldi. Bermadingizmi hojiba? Qancha savdosiz? Ko'targandan sotaverasiz. Vo. 80 plyuslaridan. Yo'qlarni ahamiyat deb ko'rasiz. Kichkintoyimiz bo'lgan mana. Narxlari juda zo'r bo'lyapti ekan. 9,5 gacha savdosi bo'ldi. Mana uni ajinimizdan ko'ramiz. Puli qancha ekan? Savdosi qancha bo'lyapti hojiba? 12 million 300 gacha savdosi bo'lyapti. Kami bor? Savdosi qancha bo'ldi? 11 milliongacha savdosi bo'libdi akalar. Barakasini beraversin. Lekin yaxshi bo'libdi. Mana sistemda savdomiz bo'lyapti. Savdosi qancha bo'lyapti buni? Mana 11. Savdosi qancha bo'lyapti? 8,5 bo'lyapti aka. 8,5 savdosi bo'lyapti ekan. Bular qanchadan aka? Ha? 13 milliondan kami bor. Savdolar qanchadan bo'lyapti? 11dan beryapti mana. 11 milliondan. Mana 11dan savdo. 11 milliondan savdosi bo'lyapti ekan hozirgi paytda. Aksiya bozalini olib qo'y, aksiya deb qo'y. Telefon raqam qo'yamizmi? Nomerlarni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqarasiz. 13,5 milliondan kami bor deyapti. Bo'ybastlari 1 metr plyuslaridan chiqadi. Nomerda ayting uka. 90li. 102 50 ga telefon qilaverasizlar. Rakasini beraversin. Bo'ybastlari 1 metr plyuslaridan. Qaysi bir aksiya? 11,5 million so'm? Kami ham bormi? Qancha qilib beryapsiz buni? Gapiring chiroyli qilib. 11,5 million ozgina xayriga o'tib beraman. Dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida O'zbekiston bo'ylab. Barakasini bersin, 11,5 ga o'tib beraman deyapti. Simentalimiz qancha bo'ldi? Qanchaga? 24 millionga sotilmoqda akalar. Oldimizda odamlar ko'p. Shuncha sal burilib ketib qoldi telefonlarimiz. 24 million sotilmoqda. Simentalimiz. Barakasini bersin, 20 fot. Bu kichkin to'ylarimiz qanchadan hojiba? Pullari qanchadan? 13 milliondan kam bor, bo'ybaslar 90 plyuslarida. Savdolar qanchadan bo'lyapti? Savdo bo'lmadimi? Ha, unisi ham 13 milliondan kam bor deyapti. 90 plyuslaridan bo'ybaslar. Ha, jonim sog' bo'l. Barakasini beraversa avvalom bor. Bular qanchadan ekan aka pullari? 11 ga 10 kami bor. 11 ga 11 millionga 10 kami bor. Bo'ybaslari 85, 90 plyusi. Savdolar qanchadan bo'ldi? 92 bo'ldi. 92 million savdosi bo'ldi. 8,5 savdosi. 9 million 200 savdosi bo'ldi. 92 million devordim. 92 million emas. 9 million 200 ming savdosi bo'ldi buni. Barakasini beraversin avvalambor. Buganga ham sotganga. Mana xunojinchalarimizdan bor ekan. Bular kimdan ekan bular? Qanchadan buni pullari? Mayli bu. Ona 11 million kam bor deyapti. Qaqa o'tingchi ukam. Bir tanishtirib o'tiring chiroyli qilib. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. 11 million kam bor deyapti. Bularni gapir keting. Tas qilaylik, tas sotaylik. Ozginadan kam bor, kelishtirib beraveramiz. Ozginadan emas. Bularni dastavkasi ichida. Xayriya sunnati bo'ladi. 100 mingdan o'tadi. Bor ekan. Qanchaga ketdi o'shanda? 10 million 700. 10 million 700 mingga. Ketaveradi dastavkasi. Bo'ybaslari 1,5 plyuslari. Bunisichi? Ikkovini 12 million qilib beramiz. 12,5 deyapti. 12 milliondan ketaveradi dastavkasi ichida. Biri 5 plyuslaridan. Xo'p. Bunlarichi? Uchovini bitta qo'yaveramiz. Qanchadan qo'yasiz? 12,5 dan yana ozdan kami bor. 12 milliondan ketaversin. Bo'ybaslari 1,5 plyuslaridan. Nima deysiz? Dastavkasi ichida xayr sunnati bor. Vodiy bo'ylab 12 milliondan ketdi. Babaraga bo'ldi. 12 million ustidan berishadi ana. Yo'q. Bo'pti. 12 million 100 mingdan bo'ldi mana. Babaraga. Ilpon qilishaversan, kelishtirib beradi. 12 million 100 ming so'mdan akalar sizlarga uchun ko'ndirib qo'ydim. 1,5 plyuslaridan. Mana. Aloqaga tezgina chiqaverasiz. Sizlar uchun ko'ndirib qo'yganmiz. Sizlar yo'lda savarata garantiyasi. Yemoq, ichmoqlarga bir hafta garantiyasi bor akalar. Aloqaga chiqaverasiz. Bo'ybaslarini, yedishlarini, alohida so'mkalarni tashlab berishaveradi.
Dastlabki xizmatlarimiz bor, vodiy bo'lib, vodiyni tashqarida kelishilgan holda deyishyapti. Nomerni ayting, chiroyli qilib. 88lar 88lar 821 821 2010. 20 ga telefon qilaverasizlar akalar. Barakasini beraversan avvalo. Yetti aloqadamiz yana makina olsa telefon qilaveradi. Bo'ldi. Va puli qancha ekan buni? 13 million. Savdosi qancha bo'lyapti? 14,5 savdosi bo'lyaptimi? 13 million kam bor deyapsiz. Qancha savdosi bo'lyapti? 10,5? 10,5, 10,5 savdosi bo'lyapti ekan akalar. 14,5 deb odamni cho'rishdi bor. 13,5 kam bor deb 10,5 savdosi bo'lyapti ekan jonivorimiz. Barakasini beraversan. Assalomu alaykum hoji buva. Jumsiz, assalomu. Xirmondaga kelding, Xirmondaga. Xirmondaga keldik a. Turistlarimizga Xirmonda oxiri yetib keldim. Aksiya qilib berasizmi, bomba qilib kechaganda? Vobshe aksiyasini qilib tashlayman mana shuni. Gapiring chiroyli. Bomba qilib tashlaychi. Kami bor deyapman. Mashinani o'zini, ha? Mana shuni o'zini. Bo'ybaslar necha chiqadi buni? Bu zoti ular boqadigan moldan-da. Biri 5 ga beraveringlar, biri 5 baland chiqadi-yu. Hop. Mana 3 tasini qanchadan berasiz? Ular ketdi bular. Mana bunisi qoldi mana. Bunisi qancha ketdi bunisi? Yarisi 14,5 ga savdo bo'lyapti bergan o'zimiz. 14,5 savdosi bo'lyapti. Bo'lyapti. Bunisi-chi? Bunisiniki kechaga 14 13,5 qilyapti. 13,5. Bunisi-chi? Bunisiga 11,5 qilyapti. 11,5. Ashisini qanchaga berasiz? 11,5 ga beraman. 11,5 emas, 11 millionga ketaversin, va'da bo'lib dastlabkasi bilan. Aksiya qilaman deyapsiz. Aksiya bir kun bo'ldi kechagina. Bomba bo'ldi kechagina. Xalasi. 11,5 ga ketaveradi va'da bo'lib. Bitta Orol dengizi olibda odam bor ekan, yolg'iz o'zi yashar ekan. Mana shu odamga tashlab berdim, karabil ichida yashar ekan. O'g'il onasi ham karabil ichida ekan. Suv osti kemasida yashar ekan. Mana shuni olib borib berdim. Bo'ldi. Ham ketdi shu odamga bu ham bor ekan. Barakasini beraversa, akalar. Xudo xolasa, dastlabkasini o'ylashmasin deyishyapti. Tag ostlarni bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Aloqa ochib ko'rasiz. Bo'mmam. Bo'm har doim bonusni zo'ridan qiladi. Bonus. Juda bonusga beraman deyapti-da. Aloqa ochib ko'rasizlar, nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bunisi nima deysiz? Xohlasa shaytonga qo'yvasin, tepasiga qo'yib. Bo'ldi. Uyingga qo'yvasin. Aha. Uyingga qo'yvasin. Bunisini nima deysiz bunisini? Bunisini 13,5 ga berdim. 13,5 ga beraverasiz. Bor berek 13,5 ga berdim. Bo'ldi, barakasini beraversin. Bunisini 13,5 ga 13,5 beraverasiz. Bunisini 13,5 ga ketaveradi. Bunisini qanchaga berasiz? 14,5 oxiri. Barakasini beraversa, nomerlarni qo'yib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. 24 ga 7 aloqadamiz deyapti. Dastlabki xizmatlarimiz har doimgidek bor. Nomerni ayting. Shu 99 142 60 74. Boshqatdan ayting. 99 142 60 74. Bo'ldi, shungalar telefon qilaverasizlar. Barakasini beraversa, avvalom bor, qolganga o'tganga ham. 24 ga 7 aloqadamiz deyapti. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Avvalom bor. Barakasini beraversin.